Hürmetlik vatandaş, bir işe kız gep kılaylı. Gepimizin birinci cümlesine hazır Asya'da bulup mu, Şarkı, Şimala Asya'da özgürüş buluvatınız dep başlayımız. Hazır Japonya bilen Jungo'nun münasebeti yaxşılandı. Hazır yaxşılandı deyişkin bulmaydı. Bir katımlık ziyaret arkalık iki devlet münasebeti yaxşılandı dep hüküm çıkarıp bir iki katım ziyaret kılması iki devlet münasebeti yamanlaştı dep hüküm çıkarılgan iş yok. Biroq hazır Jungo'nun avvalki alpazığı seliş doğanda Japonya'nın veziri Shinzo Abe'ni Beijing'e ziyaretke teklif kılıp dağdığılık kütüp eliş ve şundaqlı Jungo matbuatlardan ayta dağdığılık kütüp eliş ve illik muamil illik çırayı bilen nait oxşal Kur'an makalalarını, haberlerini ilan kılıp bu iki devlet münasebetinin yaxşılığını tasvirleş. Hazır Jungo'da bir modaga aylandı. Bu 2 gün içinde modaga aylandı. Hatta bu doğruda nazarici Çin Pok'un Jungo'nun yarışarı Vakit gazetinin tahriri Hoşijinga kinoya, tane, taaddi bilen bir cümle söz aytıp hem neyse tel oldu belki yetip geldi. Jungo Japonya münasebeti yaxşılanğan vakit yetip geldi. Hoşijin efendi Wang Jingbi'ni asliga keltirayli. Yaki Wang Jingbi'ni ping-pong kılaylı. Wang Jingbi aynı vakti Kuomintang hükümetideki ikinci kol adam. Jiang Jiechi her bir işlerde birinci kol adam. Wang Jingbi siyaset işlerde birinci kol adam. Jiang Jiechi Japonya ile uruş kılmakçı oldu. Wang Jing ve ya uruşmaylı. Yaxşısı biz Jungo'nu Japonya'ya bakındı devlet aylandıraylı. Ya ki Jungo hükümetini o Japonya'ya bakındı devlet aylandırıp meseleni tez yoluyla hal kılaylı deydiğin göz karıştığın teşebbüsüydü. Hatta Wang Jing ve aynı çağda Kuomintang partisi içinde hizmet kılıp atkan Mao Zedong minister derecelik emel təqdim kılgan kişiydi. Şuna bugün endi Jungo'lukla tasviri de Jungo partiya, Kompartiyanın yazıqçılık grupsu, yani partiya tarihini yazılan yazıqçılık grupsunun nazarında ve Jungo cemiyetinin nazarında Wang Jingbi teslimçiydi. Japonya'ya teslim buluşunu teşebbüs kılıdığan, Japonya'ya teslim buluşunu a'la görüdüğün, Japonya'nın bakındı devletine aylanıp tinçlik ile ötüşünü uruş kılmasını teşebbüs kılıdığın Jungo'nun bir siyasiyonuydu. Xitayning nazarida yoki partiya gruppasi, partiya tarixini yaz gruppasining nazarida shunday. Bugun Çin Pok'un aytdiki, siz endi Wang Jingbi'ni ping-pong qiling. Ya'ni asliga keltiring. Nima ishqilib shunda ahvol o'tirib chiqdi, hurmatli vatandosh? Biz kaynimizga chekinib turib paran qilaylik. Jungo Kompartiyasi 1949 yil 10 ayning 1 kuni Jungo degan bu mamlakatda mustaqillik jakarladi. Balki ikkinchi qatim mustaqillik jakarladi Shanxay inqilobidan keyin deysimi bo'ldi. Biroq Mao Zedong Stalin tarafga egib ketdi. Arlıqda Kuomintangning Jiang Jiechi Amerika tarafning adamı idi. Yoki Amerika tarafdan qo'llashiga erishgan Amerika'nın meydanında turduğun adamıydı. Oturdaki Wang Jingbi Japonya taraftan adamıydı. Japonya tarafta turduğun adamıydı. Mao Zedong Rusya'ya Stalin'e menip gitti. Wang Jingbi oturda kuşsuz kaldı. Kuşunu işki salanmadı. Yoki tesirini akturanmadı. Jiang Jiechi Tayvan'a kaçıp gitti. Ahırki hesap ötkende sözüldük. MacArthur Katarlık, Marshall Katarlık, Amerika'nın şu vaxtki dağdar siyasi yollarının kollaşığa erişemedi. Jiang Jiechi gitti. Endi şu yakın zaman tarihte nazar ağlıyorsak, mesela Mao Zedong 10 yıldan ki, mesela 50. yıldan 60. yıllar yakınlap gelgende milletçilik Mao Zedong'da baş götürdü. Çünkü 53. yılı Stalin kaza kıldı.
Stalin vafot bo'lgandan keyin Xrushchev taxtga chiqdi. 20-qurultayda Stalinni tanqid qildi, inkor qildi. Shuning bilan Stalin qo'rqib ketgan, Stalinni tanqid qilishdan qo'rqib ketgan mavzudan darhol Rossiyada yuz o'rib, millatchilik bilan o'ttirg'i chiqib, 60-yillarda 70-yilgacha degidek 10 yil ichida Rossiya bilan ideologiya sohasida qattiq elishdi. Hatta shuarlab o'tirg'i chiqdiki, Dadaoshi Shohon yangi Char podishoni yo'qotdi. Bu 1969-yildagi yillar. Oxiri mush orqali mavzudan nima qilmoqchi bo'ldi? Amerikani izlab topmoqchi bo'ldi. Amerikaning pochig'ini quchoqlab, Rossiyaning tahdidi, iqtisodiy tahdidi, ideologiya sohasidagi tahdidi, madaniyat, ma'naviyat tahdidi, hatto harbiy ishda atom qurollari bilan tahdid silishdan, qutulishdan bir yo'li Amerikaning pochig'ini quchoqlashdi. Xo'sh, vatandosh, aradan qancha yillar o'tdi, 60 yil, 70 yil o'tdi deylandilikda bugun Reis Xi Jinping, Jungo'ning Reis Xi Jinping endi Amerikadan, yoki Amerikaning savdo urushidan, yoki besimish qildimi, endi Amerikadan yiroqlashib, bu da endi Osiyoda Yaponiyaning pochig'ini quchoqlab, bu qiyin o'tkaldan o'tib ketmoqchi bo'lyapti. Amerikaning besimidan qutulmoqchi bo'lyapti. Amerikaning savdo urushidan qutulmoqchi bo'lyapti. Hatto Reis Xi Jinping burun şu ishlar yuz berdimi, bermedimi bilmayman. Jungo'ning davlat rahbarlari o'tir Sharqki Isroiliya davlatini ziyorat qilgan ish bormi, yo'qmi, mening esimda yo'q ekan. Bu qatam Reis Xi Jinping davlatning ma'mur raisi Wang Qishanni o'tir Sharq Isroiliya davlatini ziyorat qilishga vat. O'tir Sharq Isroiliya davlati, Osiyoda Yaponiya davlati Amerika'nın ittifaqlaşı ve Amerika'ya yaqin dost davlatlar, ittifaqdosh davlatlar. Bu orqali Jungo Kompartiyasi nima qilmoqchi? İsroiliyani ziyorat qilib, Isroiliya davlat boshlig'i Netanyahu orqali Amerika Qo'shma Shtatlariga xizmat ishlamoqchi. Bu qatam Yaponiyaga yaxshiroq bo'lib, Chinpoko'ning so'zi bilan aytganda Yaponiyaga taslim bo'lib degidek, Shinzo Abe'ning yo'li va qo'li orqali Amerika Qo'shma Shtatlari Prezident Trump hukumatiga xizmat ishlamoqchi bo'lyapti. Shu orqali Jungo hukumati qutulib qolmoqchi. Ya'ni hozirgi savdo urushining besimidan, hatto harbiy ishlarning besimidan, hatto siyosatning besimidan, hatto geopolitik siyosatning besimidan qutulib qolmoqchi bo'lyapti. Qarang, mavzudan ayni chog'da Stalinni kaçıp Amerika'nın pochig'ini quchoqladi. Endi zaman keldi, vaqt keldi. Reis Xi Jinping Jungo'ning raisi Amerikadan kaçıp Yaponiyaning pochig'ini quchoqlamoqchi bo'lyapti. Yaponiya qanday davlat? Yaponiya bilan Jungo o'rtasida urush bo'ldi. Ulug' okean urushi shu sababdan boshlandi deysizmi bo'ladi bir nuqtada. Pearl Harbor bilan qo'shib aytganda Ulug' okean urushida boshlandi. Ahir urushda Amerika armiyasi g'alaba qildi, Ulug' okean urushida g'alaba qildi. Qo'shimcha Jungo'mi g'alaba qilgan bo'ldi. Shu kundan boshlab Yaponiyani dushman tutib keldi. Lekin Yaponiya-chi. Amerika Qo'shma Shtatlari Yaponiya, kechiringlar, Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo bilan diplomatik munosabat o'rnatgandan keyin Yaponiya diplomatik munosabat o'rnatib 69-yillardan boshlab, hatta 70-yillardan boshlab aytdik, Amerikaning shirkatlari shu vaqt kirib bo'ptikan Jungo'ga deb. Yaponiya Jungo'ning qurilishiga, Jungo'ning qad ko'tarilishiga, Jungo'ning sanoatlashishiga, Jungo'ning bir yo'lni tepib olishiga intayin zo'r, g'oyat zo'r yordam berdi. Bu yordamni tunugillatin Shinzo Abe, Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe Jungo'ni ziyorat qilishdan 3-4 kun burun endi Jungo'ga berayotgan yordamni, ya'ni 40 yil mobaynida bergan yordamni to'xtatadiganlarga reja qildi. Shuni to'xtatib bo'lib Beijingni ziyorat qildi. Bu yordamning nima yordam, qayerga ishlatilganligi, qanchalik bo'lishganligi hozirgacha bir sir. Yoki matbuot ya tor betida bu e'lon qilinmadi. Jungoliklarmi bu to'g'rida bilmaydi. Hozir shu gap o'tirg'i chiqqandan keyin Jungoda
Doğru abonentleri oturursa münazara başlanıptı. Yaponiya kaça yardım bergen, nemi yardım bergen dep. Yaponiyanın bu yardım bergen pulu gayet zor. Hatta en addisi ahlati qandaq bir taraf qilish texnikasi bu intayin qiyin texnik ekan. Mo'shu texnikani Jungoga bergandan boshqa, Jungoning sanoatlash uchun texnika yordam qilgandan boshqa butun mamlakatga Xitoy mamlakatining yezilardan tortib shaharlargacha bo'lgan butun doktorxonalardagi uskunalar, karvatlar, texnikalik asboblar, bu davolash shuning ichidami bilgili olmaydi. Mo'shularning hammasi mo'sha 40 yildan beri Yaponiya Jungoga haqsiz berib kelgan. Hozir Yaponiya Jungo munosabati yaxshilandi deganda, shundaq voqealarni so'zlayotganimizda biz shuni vatandoshlarning esiga solib qo'yaylikki, hozir Yaponiyada garchi eg'izga olmagan bilan Jungoning territoriya talabi bor. Manjuriya Yaponiyaning zamini yoki Yaponiya Manjuriya Yaponiyaning bo'lishi kerak. Chunki Yaponiya dengizdagi davlatlar emas, balki quruqliq davlati bo'lishi kerak. Masalan, quruqliq davlatlarininki, quruqliq davlatlarning dengiz okeanda haqqi bo'lganda, dengiz okean davlatlarining quruqliqda haqqi bo'lishi kerak deb kelyotgan davlat. Biroq Ikkinchi dunyo urushi, Ulug' okean urushida Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlarining Ulug' okeanga kuch chiqarishi, harbiy kuch avatishi bilan Yaponiya mag'lub bo'ldi. Manjuriyadan ayrilib qoldi. Bugun endi qanday qilib bo'lmaymiz. Lekin gap hozir Jungo bilan Yaponiyaning munosabati qayerga bordi? Qanday taraqqiy qilib? Masalan, boshda aytdik, elchi, Amerikaga elchi bo'lganda o'xshashlar Shinzo Abe Amerika tarafdan Jungoga elchi bo'la oladi. Masalan, bir ish, bir hodisa shundoq yuz bersin deyli, ikkinchi bir davlatlar